prezidenti bizga bo'lgan, bizni bu Surxondaryo viloyatimizga bo'lgan e'tiborlaridan nihoyatda xursand bo'ldim. Prezidentimiz biz uchun jon kuydirayotganliklarini angladim. Surxondaryoni 30 yil, 40 yilda erishilmaydigan yutuqlarini va'da berdi, tez orada erishishga biz bunga ishonamiz. Aynan aytib o'tgan gaplari yo'l to'g'risidagi yo'l muammosi bizga nihoyatda zarur, kerak bo'lgan masala edi. Prezidentimiz bu xalqchil tashabbuslaridan benihoya xursandmiz. Prezidentimizni har qanday taklifga labbay deb javob berib, biz ham yordamlashamiz. Bu yig'ilish Surxon xalqi uchun katta bayram bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. To'g'risini aytishga bir paytlar tosh shahar bo'lgan Termiz bugun eng go'zal shaharga aylandi. Yopiq hudud hisoblangan Surxondaryo haqiqiy tomonlarda janub gavhariga aylandi. Chunki atrofga qarasangiz paytlar qamishzorlarga ko'p uylarni ko'targanligi. Bittagina Termiz davlat universitetining yonida 7 tadan ortiq oliygoh filiallar tashkil etilganligini biz oldin to'xtatishimizga kirmagan. Lekin prezidentning tashriflari jarayonida Surxondaryoga berilgan alohida e'tibor. O'ylaymanki, 2026-yilda biz bundan-da ko'proq natijalarni olamiz va eng asosiysi shu yutuqlarga prezidentimiz bilan baham jihatda o'zimizni halol mehnatimiz bilan amalga oshiramiz deb o'ylayman. Hurmatli prezident, mehr dunyosini olib kirgan Surxondaryoga. Endi Surxondaryoning muammolari deyarli hal bo'lgan. Mana To'palan suv omboridan suv kelish. Biz 70-yillarda buni bir afsona, bir xayolparast degan nimalarga borar edik. Mana buni amalga oshirdi hurmatli prezidentimiz. 382 kilometrdan kelyapti. Dekabr oyida Termiz shahriga kirib keldi. Bu nihoyatda ekologik toza, davo ham shifo suv, buloq suvi, qor suvi. Bu suvda butun vitaminlarga boy suv. Nasib bo'lsa Surxondaryo prezidentimiz mana shu 90-100 yoshlar bilan kutib olish ilohi nasib etsin.